New York vaqt gazeti muxbiri Paul Muzur G'o'ljiga berib Amerikadagi Firqat Javdatning opisi Münevver Tursun bilan ko'rishgan bo'lib, Münevver Tursun o'zining 1,5 yillik lager va turma hayotini so'zlab bergan. Paul Muzur e'lon qilgan un hujjatida Münevver xonimning hayoti mundaq bayon qilingan. Doirlar Münevver Tursunni avval zavoddan o'zgartirilgan kichik tipdagi bir lagerga qamagan. Orqadan intayin qisqa-qistan va tamoqi intayin nachar bo'lgan cho'ng lagerga yo'tkigan. Faqat Amerika Tashqi ishlar ministrligi Pompeo bilan ko'rishib, Uyg'urlarning dardini anglatgandan keyin uni qamoqxonaga yo'tkab qattiq so'roq qilgan va kerakli to'g'rilardan uzib tashlagan. Natijada Münevverning yuzi paralish bo'lib, so'zlayolmas bo'lib qolgan. Xitoy doiralari 3 oydan keyin uni qaytadan lagerga tashlab, majburiy emgakka solgan. U yerda oqpaldoqni qoplarga qochilash va kiyim tikish degandek ishlarni qilgan. Muxbir uning hozirgi ahvoli haqida mundaq deydi. Hozir o sungan omurtqisi sababidan uydan chiqolmay yatmoqda. Uningdan sirt yana yuqori qon besim, og'ir darajadagi ansizlik kasallik giribtor bo'lgan. Saqchilarning to'xtamay parakanda qilish sababidan doktor xonimi uni davolashni rad qilgan. Texi necha kun avval kadrlar uni zo'rlab olma ko'tartib, tashviqot filmiga chiqargan. Xitoy doiralari meni bayqab qolgandan keyin, agar bu ziyorat uni e'lon qilinsa, uni o'ltirib yetilganligini deb tahdid solgan. Tahdidga uchirsimi, doktorxonadan haydab chiqarilsimi, zo'rlab hukumat tashviqot filmiga chiqarilsimi, Firqat va opsi yanada bu ziyoratni e'lon qilishni qaror qildi. Xitoy Uyg'urlardan olgan qon avrishganlar orqali DNA xaritasi sizib chiqib, bostirishni yana bir darajada o'stirishga tayyorlanmoqda. Bu texnika orqali yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'urlardan majburiy elingan qon avrishganlar orqali ularning DNA uchurlari qo'lga tushirilgan. Uyg'ur faoliyatchisi va muxbir Toyir Emin apandi Xitoyning oxirgi maqsadining Uyg'ur kimligini butunlay yo'qotish ekanligini aytdi. U Beijingda o'tkaziladigan Olimpik musobaqasini boykot qilish kerakligini ta'kidladi. Türkiye Yeni Şafaq gazetining ziyoratini qabul qilgan Toyir Emin DNA uchuri to'plashning Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatidan faqat biri ekanligini aytdi. Dekabr Dünya Kişilik Huquq Kuni munosabati bilan Türkiye Ma'murlar Uyushmasi Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchilariga qarshi namoyish o'tkazdi. Türkiye Ma'murlar Uyushmalari Birlashmasining raisi Ali Yalchin Xitoy zulmiga norozilik bildirib mundaq dedi. Xitoy deyilganda odamning esiga keladigan arzon va sifatsiz mallarlar emas, yurakni ichishtiradigan azoblar, qiyin qistoqlar, assimilyatsiya va madaniyat qirg'inchiligimi keladi. Shuning bilan birga Xitoyning Sharq Turkistondagi sistemlik bostirish va assimilyatsiya siyosatiga qarshi Anqara boshchiligida Turkiyaning nurg'un shaharlarida namoyish o'tkazildi. Oqsaray demokratchilarning Amerika prezidenti Donald Trumpga qaratgan vazifasidan tashlash tekshirish haqida vazifasidan qalaymaqon foydalanish va majlisning ishlariga to'sqinlik qilish ayblashlariga asosan e'lon qilingan bayonotiga norozilik bildirdi. Oqsaray bayonotchisi Gersham Avom palatasi Adliya komiteti boshlig'i Naldir va Avom palata raisi Pelosining bayonotlariga qarshi bir yozma bayonot e'lon qildi. O demokratchilarning Trumpni vazifasidan tashlash jihatida qarori keskin, chunki saylamda uni yengolmaydiganligini biladi dedi. Yaman kishilik huquq tajovuzchiligini kuzatish organi 5 yil vaqtdan buyon davomlashayotgan urushda 15420 fuqaroning hayotidan ayrilganligi, taxminan 23000 kishining yaralanganligi bildirildi. 10 dekabr Dünya Kişilik Huquq Kuni munosabati bilan e'lon qilingan dokladda Yamanning Hosila ipagan harbiy o'zgarishdan buyongi 5 yilda kishilik huquq jihatda tragediyalik ahvollarga sahna bo'lganligi ta'kidlandi. O'tgan hafta İstanbul Küçükçekme rayonluq majlisining kun tartibida Sharq Turkistonlik muhojirlarning qiyinchiligi va Xitoy zulmi bor edi. Bu meseleni mecliste o'tirg'i qo'ygan Millatchi Harakat Partiyasidan bo'lgan majlis a'zosi Mustafa Ishik Sharq Turkiston xalqining vaziyati, Xitoyning qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosati haqida to'xtalish bilan birga Sharq Turkistonlik muhojirlar duch kelgan qiyinchiliklarni tilga olib o'tdi. U Uyg'urlarning an'ana, til va diniy e'tiqodiga asosan xotirjam yashalishi uchun birlik va ittifoqlikning muhimligini ta'kidladi.